Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani sentrida joylashgan kottejlarni 6 sotili kottejlar va kottej so'ragan hurmatli mijozlarimiz uchun 6 sotli kottejimizni qisqachagina video obzorni beramiz. Narx-navosi keladigan bo'lsak, $80,000 narx aytishyapti egalari. Albatta kelishiladigan holat bor. Shularni qisqacha sizlarga obzorni boshladik. Uchko'prik Palaxon katta yo'l bo'yida Yigitov klinikasi oldida shundoqqina eski SES binosini oldidan kirganda ro'para qismidagi kottejimiz. Albatta tuman markazida joylashgan. Yo'lini ko'rsatib o'tamiz. Shundoqqina kirganda ichkaridagi kottejimiz va tuman markaziga ham yaqin Yigitov klinikasi bu joyda. Va ro'parada Uchko'prik sentridagi ostanovkamiz joylashgan. Kottejimizda ko'cha tomon ko'rinishi 6 sotili kottejlar. Sizlarga ham ko'rsatib o'tamiz. Bu kottejimizga kirish qismi. Kirganimiz albatta hovlimiz. Ro'parada umumiy sanuzelimiz joylashgan. Umumiy tashqaridagi tualet, hammom joylashgan. Bu joyda umumiy isitishlik uchun отопление, arison hamma narsa bu joyda joylashgan. Bu kirish qismimiz. Bu kirish qismi. Kirganimizda kattagina hol. Bu joyda kiyim yechishlik uchun garderob. Bu joyda kirganimizda chap qo'l tarafda umumiy oshxonamiz mavjud va oshxonamizdan ham tashqariga chiqishlik xot. Bu joyda ayvonimiz mavjud. Bu joyda ayvon qismi. To'g'rida kattagina mehmonxona qismimiz. Kattagina mehmonxona. Bu joyda sanuzelimiz joylashgan. Bu joyda unitazimiz va unitazni oldida bitta kattagina yorug'gina, shinamgina yotoqxona qismi. Va yotoqxona qismimizning oldida bitta kattagina bu joyni bolalar xonasi qilsa bo'ladi. Bu joyda bolalar xonasi. Kimga qiziq bo'lsa kelib, shaxsan egalari bilan baraka qilishliklari mumkin. Uchko'prik tuman markazida joylashgan kottejimiz. Albatta bo'limini remont o'rtacha bir normalniy kottejlarimizda ham примерно bir 110 ming, 115 ming atrofida sotilyapti. Bu joyimizni $80,000 narx aytilyapti va shundan ham tushib beradigan holati bor. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan ko'p obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.